Aziz do'stlar, hammangizga ma'lumki, biz 2024-yil paxta mavsumini Navoiy viloyatining Navbahor tumanida John Deere CP570 paxta terish kombayni bilan boshladik va o'sha yerda, o'sha dalalarda paxta terib mavsumni yakunladik. Ushbu CP570 paxta terish kombayni bo'yicha Navoiy viloyatining Navbahor Tex klasterini rahbar o'rinbosari Ashraf aka o'zlarini taassurotlarini biz bilan ulashadi. Barcha sohalarda bo'lgani kabi qishloq xo'jaligida ham yildan yilga rivojlanib, innovatsion texnologiyalarni kirib kelishi amalga oshirilib kelyapti. Qishloq xo'jaligi rivojida innovatsion texnologiyalar, innovatsion usullar juda muhim o'rin tutadi. Shu jumladan Navoiy viloyat Navbahor tumanida joylashgan Navbahor tekstil paxta to'qimachilik klasterimiz tomonidan ijobiy va mas'uliyat bilan yondashgan holda innovatsion texnologiyalarga joriy 2024-yilda paxta terimi mavsumi uchun biz ilg'or texnologiyalarni jalb qilishni maqsad qilib oldik o'zimizga. Paxta terimini yaxshilash nimadan iborat bo'ladi? Paxta terimini amalga oshirishda tezlik, tez suratda bajarish kerak va sifatli bajarishni talab etadi. Bu ishlarni amalga oshirish uchun biz o'zimizga yetakchi kompaniyalardan biri bo'lgan John Deere kompaniyasini tanladik va 4 qatorli CP570 rusumli dunyoda sanoqli chiqarilgan John Deere kompaniyasini O'zbekistonda ilk marotaba korxonamiz dalalarida olib kelib sinashga qaror qildik. Oktyabr oyini boshida mana terimni John Deere'ning ushbu yangi rusumdagi kombayni bilan amalga oshirdik va buni afzalliklarini biz avvalambor qishloq xo'jaligi sohasini barcha mas'ullari bilan birgalikda buni o'zimiz guvohi bo'ldik, dalada ishlatib ko'rib va buni afzalliklariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, birinchi navbatda bizga ma'qul bo'lgan tarafi buni tezligi, tez suratda paxtani terish imkoniyati, sifatliligi, bu paxtani terishdagi tozalik, sifatlilik, tolani saqlab qolinishi juda muhim o'rin tutadi qayta ishlovchilar uchun bu narsa. Undan tashqari qulayligi, ya'ni transportirovka, tashuv ishlari juda noqulaylik tug'diradi. Bu kombayn bilan bizga juda qulay bo'ldi. Qolaversa mana yog'ingarchilik bo'ladi paxta mavsumida, terim mavsumida yomg'irli kunlar bo'ladi, boshqa kunlar bo'ladi. Shunga bu o'zini plyonkada o'rab, dalaga plyonkada o'rab sarishtali holati bilan bizga juda qulaylik tug'dirdi. Yomg'irdan ham qo'rqmasdan turib, ixcham saqlangan holda biz uni bugun bo'lmasa ertasi kuni tashib ketish imkoniyatiga, istasak 3 kundan keyin tashib ketish imkoniyatiga ega bo'ldik. Tashuv masalalari juda qulay va paxta saqlash punktlarimizda, xilob zavodlarda uni saqlash ham juda qulayligi bilan biz o'zini ajratib turdi. Bu hajmga keladigan bo'lsak, bir kunda biz 20-25 gektargacha dala maydonlarini terishga muvaffaq bo'ldik. Bu hozir agar nimani oladigan bo'lsak, hajm miqdorida oladigan bo'lsak, 80-100 tonnani bir kunda, bir sutkada tashkil qildi. Bu esa o'z navbatida bizga qisqa fursatlarda dala maydonlarimizni terib olish imkoniyatini berdi. Undan tashqari bizni dalamizda ish boshlagandan keyin kombayn zudlik bilan o'sha dala net sentr berishini ko'rsatib borishi, undan tashqari paxtani namligini ko'rsatib borishi va bir qancha hozir o'zini funksional imkoniyatlari bilan bizni qoyil qoldirdi bu narsa. Hamda buni boshqaruvchilariga qulayliklar, qiynalmasdan, charchamasdan paxta terish imkoniyati bo'layotganligi mexanizatorlarimizda. Qolaversa, buni ichki tuzilmalarni hammasi avtomatlashtirilganligi, Sputnik orqali boshqaruvda avtomatlashtirilganligi ham bizni albatta quvontirdi. Qulayliklari juda ko'p uchun biz albatta buni keyingi yillarda ham, keyingi mavsumlarda ham bu mashinadan foydalanib paxtamizni sifatli terib olishni rejalashtiramiz.